alaykum. Bugun bizga pochta keldi. Pochta sal bir ahvolda keldi. Ya'ni korobkasi tagi nam yegan shunaqa ekan. Pochtani ichida ochib ko'rishga majbur bo'ldim. Hammasi yaxshiga o'xshadi. Endi uyga borib tekshiramiz. Pochtamizni olib kelib oldik. Buni endi bir ko'ramiz, qanday nima bor, nima yo'q. Kelganda pochtani ahvoli yaxshi emas edi. O'sha dasturga qilingan pochta yomg'irda qolib ketganmi, tagi ancha ho'l edi. Nima bo'lsa ham olib kelgan narsani ishlasa bo'ldi, qolgani ahamiyatsiz. Bir safar shunday bo'ldi. Buni boshqa viloyatdan oldim. Endi buni tekshirib ko'rib olganim yo'q. Yozishganman u bilan egasi bilan, ya'ni PlayStation 4 Slim 1 terabayt xotira, 1250 versiyada disklari bor va hokazo. Endi bularni ko'rish kerak. Hozir ko'ramiz. Korobkani otib oldim. Ahvoli yaxshi emas edi. Qo'shib olingan, bu yerda 23 disk bor. Barmoq izlari ko'p, lekin o'zi yaxshi holatda. UFC 3 bor. Ağları var, lekin bu tırnağın yo'q desem bo'ladi, yaxshi. Keldi. Sim kabellari bor edi. Joystick original ishlatilgan. Nomlayapti. Zaryad bo'qli bo'lgan bo'lsa chiqarib ko'ramiz. Gran Turismo Edition PlayStation 4 Slim'deki original. Bu yonyapti. PlayStation 4 Slim. Açışımız gerek. PlayStation 4 Slim bombalar joyida. Bularni endi tekshirib ko'ramiz. PlayStation'ni yoqib ko'ramiz. Xo'p, buni kutamiz. Bizga bu kerak. 1 terabayt ekan, to'g'ri chiqdi. Rashka versiyasi. $12.50 demek rashka hisoblanadi, yaxshi. Endi bir o'yin disk qo'yib ko'ramiz. Bu yerda PS2 dir.
chang bo'lgani uchun qiynalyapti. O'yinga kirdi. Disk dog degan o'shanda qiynalgan ekanda PlayStation. Sal artib olgandim. Shunaqa gaplar. Qo'ldan sotib olgandan keyin mana shunaqa ishlar bo'ladi. Buguncha mana shular edi. Video yoqqan bo'lsa aytmoqchi, like bosing, do'stlarga ulashing. Telegram ishga bu yerda. Obuna bo'ling kanalga. Do'stlarga ulashib obuna bo'ling. Poddershka uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, paqa.